so'rashda davom etdi. Qurayshliklar esa qani nima bo'lar ekan deb uzoqdan kuzatib turar edilar. Abdulmuttolib suvni ko'rganda Allohu akbar deb takbir aytdi. Qurayshliklar uning o'z maqsadiga erishganini angladilar. Abdulmuttolib qazishda davom etib, quduq atrofidan Ismoil alayhissalomdan qolgan tabarruk narsalarni ham birin-ketin topa boshladi. U har bir narsani topganda takbir aytar edi. Qurayshliklar esa uning yana bir narsaga erishganini bilishar edi. Abdulmuttolib Zamzamni qayta kavlab bitirgandan keyin Qurayshliklar unga egalik qilishda sherik bo'lmoqchi bo'ldilar. Ular Abdulmuttolibga bu Ismoilning qudug'i. Shuning uchun unga egalik qilishda biz ham senga sherik bo'lishimiz kerak dedilar. Abdulmuttolib esa bo'sh kelmadi. Buni mening o'zim qazidim. Mening o'zim egalik qilaman dedi. Qurayshliklar Abdulmuttolibning yaxshiligini bilganlaridan, o'zlariga ham Zamzamdan foydalanishga ijozat berishiga ishonganlaridan gaplaridan qaytdilar. Darhaqiqat hammalari Zamzam suvidan ichib, barakasidan bahramand bo'ldilar. Hammalari bu ishdan xursand bo'ldilar. O'zlariga izzat va karomat qaytib kelganidan mamnun bo'ldilar. Chunki Zamzam Ismoil alayhissalom, u kishining otalari Ibrohim alayhissalom va onalari Bibi Hojarlarga tegishli narsa edi. U zotlar esa arablarning faxri edi. Ana shundoq tarzda Abdulmuttolibning obro' e'tibori kundan kunga ortib boraverdi. Alloh taolo unga ko'p narsalarni, jumladan 10 ta o'g'il ato qildi. O'g'illar ko'zga ko'rinib qolganda Abdulmuttolib o'zi qilgan nazrga vafo qilishni, o'g'illaridan birini qurbonlikka so'yishni iroda qildi. Lekin 10 o'g'ildan qay birini so'yishini bilmay qiynaldi. Oxiri Qur'a tashlab kimga chek tushsa, o'shani qurbon qilishga qaror qildi. U o'g'illarini bir joyga jamladi. Ularga o'zining atagan nazri haqida xabar berdi. Qur'a ulardan kimga chiqsa, o'shani qurbonlikka so'yishini aytdi. Bolalari itoat ila rozi bo'lishdi. Abdulmuttolib ularni hammasini Ka'ba-i Muazzamani ichiga olib kirdi. Har biriga bir varaqdan qog'oz berib, har kim o'z ismini yozsin dedi. O'g'illar otalarining amrini bajardilar. So'ngra Abdulmuttolib Qur'a tashlovchi mutaxassisni chorladi. U kelib Qur'a tashlagan edi, Abdullohning cheki chiqdi. Abdulloh Abdulmuttolib uchun o'z o'g'illari ichida eng erkasi va eng mahbubi edi. Lekin shundoq bo'lsa ham Qur'a Abdullohga chiqqandan keyin otasi uni so'yishga tayyorlana boshladi. Bu xabar zudlik bilan atrofga tarqaldi. Ahli Makka shiddatla tezlab yetib kelganlarida Abdulmuttolib o'g'lini so'ymoq uchun astoydil pichoq qayramoqda edi. Qavm unga yuzlanib, "Nima qilmoqchisan, ey Abdulmuttolib?" deb qichqirdi. "Uni so'ymoqchiman", dedi pichoqni qayrashda davom etib Abdulmuttolib. Odamlarning es-hushlari uchib ketdi. Abdulmuttolibning o'g'illari ham unga bo'lgan itoatlaridan aynib ko'pchilikka qo'shildilar. Lekin bir so'zligi bilan nom qozongan qaysar cholning o'z niyatidan qaytgisi yo'q edi. Oxiri Qurayshliklar va ular bilan birga Abdulmuttolibning o'g'illari uni sevmaysan deb qasam ichdilar. Bu ish ko'pgina yomonliklarga sabab bo'lishini aytib turib oldilar. Ular uni zinhor so'ymaysan, nazringga amal qilmaslikka uzr axtar. Agar sen bu ishni qilsang, boshqalar ham o'g'lini qurbonlikka so'yishga odatlanadi. Unda odam qolmaydi axir, dedilar. Abdulmuttolibning singlisining qizi ham unga: "Allohga qasamki,
uni so'ymaysan. Nazringga amal qilmaslikka uzr axtar. Agar uning o'rniga fidya berish lozim bo'lsa, mol-u mulkimizni uning uchun fido qilamiz, dedi. Shundan keyingina Abdulmuttolib bir oz yumshadi. Ahli Hijozdan borgan bir arrofa folbin ayolning oldiga borib maslahat so'radilar. U 10 ta tuyani bir tomonga, Abdullohni bir tomonga qo'yib, qur'a tashlashni, qur'a tuyalarga chiqsa, ularni so'yishni, Abdullohga chiqsa yana 10 ta tuya ziyoda qilib qayta qur'a tashlashni, to qur'a tuyalarga chiqmaguncha ularning sonini 10 tadan oshirib, qaytadan qur'a tashlayverishni maslahat berdi. Bu maslahat qavmga yoqib tushdi. Abdullohni bir tomonga, 10 tuyani bir tomonga qo'yib, qur'a tashladilar. Qur'a Abdullohga chiqdi. Tuyalarning sonini 10 tadan oshirib, qayta qur'a tashladilar. Qur'a Abdullohga chiqdi. Tuyalarning sonini yana 10 taga oshirib, qayta qur'a tashladilar. Qur'a Abdullohga chiqdi. Shundoq ravishda davom etib borib, tuyalarning soni 100 taga yetganda qur'a tuyalarga chiqdi. Qurayshliklar xursand bo'lib, ana, endi ish bitdi. Ey Abdulmuttolib, Robbing fidyaga rozi bo'ldi, deyishdi. Abdulmuttolib esa ishonmay yana qaytadan qur'a tashlatdi. Yana qur'a tuyalarga chiqdi. 3-chi bor ham qur'a tuyalarga chiqqandagina Abdulmuttolibni ko'ngli o'rniga tushdi. U 100 tuyani so'yib elga tarqatdi. Payg'ambari oxir zamon alayhissalomga ota bo'lajak Abdullohning nomi shu tariqa el yurtga tarqaldi. 20-chi Abdulloh. Ahli Makka barchasi himoyasida turgan Abdulloh nomli yigit kim o'zi? Ahli Makka bor budrining uning uchun fido qilishga tayyorligini e'lon qilgan Abdulloh otli yigit kim o'zi? Quraysh boshlig'ining o'g'li Abdulloh, Abdulmuttolibning Horis, Az-Zubayr, Hamza, Ziror, Abu Talib, Abu Lahab, Abdul Ka'ba, Al-Mughira va Nawfal ismli o'g'illaridan keyin tug'ilgan eng kenja, erka va mahbub o'g'lidir. U Qurayshning yoshlari ichida eng ko'rkam va mahbubi edi. Abdulloh xushxulqli, bosiq, vazmin yigit bo'lib o'sdi. U turli qiyinchiliklarga doim tayyor turishni otasidan o'rgandi. Shuning uchun ham nazrga vafo qilish uchun otasi uni so'yadigan bo'lib qolganda, bu ishni bemalol qabul etdi. Bu ishda u o'zining katta bobosi Ismoil alayhissalomdan o'rnak oldi. O'zidagi oliy maqom sifatlari tufayli Abdulloh hammaning muhabbatini qozongan edi. Shuning uchun ham otasi uni qurbonlikka so'ymoqchi bo'lganda hamma bu ishga qarshi chiqib uni himoya qildi. Abdullohning ishqida o'z qavmining qizlari kuyib yonar edilar. Ba'zi shoshganlari uning yo'lini to'sishdan ham toymas edilar. Ammo Abdulloh harom ishga mutlaqo yaqinlashmas edi. U doimo pok yashashni xohlar edi. U kelajakda sulbidan oxir zamon payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam chiqishi lozim bo'lgan zot edi. Abdulloh voyaga yetganda otasi unga munosib kelin topish payiga tushdi. U o'g'liga qalliq izlab Makkadagi oilalarning qizlarini saralay boshladi. Oxiri o'z xotinlaridan biri Holaning, Hamzaning onasi, amakisining qizi Ominani ma'qul topdi. Abdullohning otasi Abdulmuttolib Bani Qusayning ulug'i bo'lganidek, Ominaning otasi Vahb ham Bani Zuhraning ulug'i edi. Ominaning o'zi ham o'sha paytda yaqin orada oldiga tushadigan biror qiz yo'q bo'lib o'sgan edi. Uni kelin qilaman deganlarning sanog'iga yetib bo'lmas edi. Omina o'ta odobli, o'ta sabrli va o'ta go'zal bir qiz edi. Uning haqidagi xabarlarga qaraganda, Omina xuddi Bibi Maryamning sifatlariga